Shahram G'iyosov Profboxdagi 17-g'alabasini rasmiylashtirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. 13-aprel tongida o'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov Amerikaning Atlantic City shahrida o'tkazilgan Profbox kechasida ringga ko'tarilib, Profringdagi 17-g'alabasiga erishdi. Argentinalik Franco Maximiliano Acampoga qarshi jang qilgan o'zbekistonlik 31 yoshli bokschi dastlabki raunddan katta ustunlikka erishib, 4-raundda raqibini nokautga uchratdi. Jangdan keyin G'iyosov g'alabani marhum qiziga bag'ishlaganini e'lon qildi. Shunday qilib, G'iyosovning keyingi jangi ikkita chempionligi kamari uchun bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi Jaron Ennis va Eymantes Stanionis jangi g'olibi bilan hisob-kitob qilinadi, deyiladi xabarda. Biz Shahram G'iyosovga keyingi janglarida faqat va faqat omad tilab qolamiz. Siz ham shu fikrda bo'lsangiz, video ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.